Hürmetlik vatandaş, yukarı 50 siyadın bir kulası çıkaraylı. Bugün Çiğistağı 2020 yıl 8. ayının 8. günü. Hepteki şembe hürmetlik vatandaşım. Yukarıda biz 1967 ve 1968 yıllarda Müstemlike Uyguristan'da, yani Şinjan Uygur Abdunum rayonida Xitayning medeniyet inqilabı devrida, yani Xitayning daisi mavzudan o'quvchilarga berib o'tgan 4 cho'ng erkinlik, namoyish qilish erkinligi, yig'ilish qilish va tashkilotlarga uyish erkinligi, cho'ng xatlik gazetga xabar yozish erkinligi va tomlarga choplash erkinligi, isyon ko'tarishga yo'lliq deydigan bunda erkinliklar berilgan mazilda Uyg'ur o'quvchilar Uyg'uriston universitetida 3-batalyon tashkilotini qurib chiqib, bunda tarixda ta'sir qoldirgan dabdabalik namoyish harakatini tashkillagan. Yuqorida ko'rib o'tdinglar bu harakatga Jungoning vaziri Joe Illayning 2 qatim aralashganligini va uning aralash jarayonida bu harakatni yoki namoyishni cheklaganligini, shu munosabat bilan 3-batalyon rahbarligi bizning saboqdoshimiz Osmonjon Savutni Xinholiaoyuan, yani yong'indan ushqun chiqdi Xitoy tashkiloti, o'quvchilar tashkilotining ishxonasiga batib, Beijingdagi Joe Illay bilan bevosita ko'rishtirib, aslida planlangan yuqoridagi 5 qaror bo'yicha planlangan yig'inni o'zgartib faqat namoyish qilishga yo'l qo'yganligini yuqorida ko'rib o'tdik vatandoshlar. Men bularning ichida hozir hayot yashayotgan Allah kuch ato qilsin bu kishiga va Allah uzun umr ato qilsin bu kishiga. Ahmad Muhit saboqdoshimiz adabiyot 67. Yuqorida yoki orqa tarafimizda Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasining yuqori qatlam rahbarligi. Shuni aytib qo'yayki, bu rahbarlikning ismini bilmaymiz, yurtini bilmaymiz, nomini bilmaymiz. Bizga berilgani yoki shu vaqtdagi Ahmad Muhit biz va boshqa o'quvchilarga berilgani nomer. Mening nomerim 10891 edi. Asli maktab kirgan vaqtda maktabdan taqtipagan o'quvchilik nomerimiz 10891 edi. Shu vaqtda mening ma'lum qilishimcha Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasi bizga bergan belgimi, menga bergan belgim 10891 degan nomer edi. Bir-birimizni tanimaymiz, bir-birimizning ismini bilmaymiz va bir-birimiz bilan didorlashib boqqan emas, hurmatli vatandosh. Tashkilotning maxfiyatligi, tashkilotning intizomi mana o'sha darajada edi. O'sha darajada edi. Keyin shundoq ishlar xalqaro yuz berdiki, dal o'sha payt sobiq Sovetlar Xitoyga atom urushi qo'zg'amoqchi bo'ldi. Afsuski yaqindan bir xotirlayotimiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining shu vaqtdagi prezidenti Nixon, rahmatli prezident Nixon Sovetlarning Xitoyga atom urushi qo'zg'ashiga ma'qul demadi. Ma'qul kelmadi. Gapni surishsa qisqartsak shunda bo'ldiki, oqibatda Uyg'uristonda qurilgan bu tashkilot yoki Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasining butkul faoliyatlari xalqaro vaziyatga mushu darajada moslashib kelayotganda, oqibat yo'q qo'rqidek oxirlashganda bu tashkilot mag'lub bo'ldi. Xitoy darhol qo'l soldi. 1969-yil 1-oydan boshlab qo'l soldi. Yoki 1968-yilning oxiridan o'quvchilar namoyishdan keyin 5-oyda mush ish yuz berdi. Shuning kaynida qo'lga olishni boshladi. 1968-yilning oxiridan yoki 1969-yilning 1-oyidan. Masalan, 1969-yil 6-oyning 19-kuni butun Uyg'ur Abdunum rayoni bo'yicha harbiylarni ko'chaga chiqarib, bo'libmi Urumchi shahrini akroyni qildi. Yo'lda kechayotgan odamlarning hammasi tutib olib, maktablarga, yo'l-yo'lga ishxona-pishxonalar, qamashqa bo'ladiganligi idora jamiyatlarga qamadi.
Xuddi bugun virus apti bilan Urumchi xalqini qamayotgandek, nazarband qilgandek qamadi. Hatta o'zining komandorov ketayotgan askariy qismlarini tutib olib kelib qamadi. Shu darajada dahshatli. Sababi u chaqda anlig'ini 6 oy orqali Sovet ittifoqidan razvedchiklar o'tibdi. Ular Urumchi shahriga yetib kelibdi degan bir og'iz gap bilan qo'rqib ketgan Xitoy hukumatı shunday qildi. Qisqartayli, shuning bilan Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi, Uyg'ur demokratik inqilobining rahbari va rahbarlaridan biri, harbiy odam rahmatlik Mamtimin Iminov shu vaqtda qo'lga ilinib, harbiy rayon kurash qilib, joy-joylarda kurash qilib. Men bir hikoyani so'zlab beray vatandosh, bu rahmatlikni Liudavan ko'mir keniga chiqib, ishchilarning hammasi Uyg'urga, ko'mir kandi ishchilaydigan ishchilarning hammasi Uyg'urga. Ko'mir kanga chiqib, ishchilarning orasida kurashga tortganda, ismda qolmabdi, shuning uchun kechiringlar, bir ishchi burutliq, shap burutliq bir ishchi sahnaga chiqib, rahmatlik Iminovning 10 kaçtığı birini silib, sol kaçtığı birini silib, nima dedim men sana? Iminov Manas daryosida to'xtamayli demedim men sana? Nima dedim men sana? Köre köylükni. Sen mi görürsen bu köylükni, ben mi görürüm bu köylükni. Dəslapta yığın meydanda otağan Uygurlar işçiler bu adamın nemi davatqanlığını bilmegen gep. Keyin asta anqırıp bu adamını tutup rahmetlik Mamtimin Iminovni yeniga turg'izib kurashdik. Mamtimin Iminov rahmetlik 5-ayning 29-kuni. 29 günü Urumchida 9 nafar kishiga ato yoki o'lim jazosi bergan vaqtda 1968 yili 5-ayning 20 1970 yili 5-ayning 29 kuni Yidasampan bastirish etish qirg'in qilish davrida Mamtimin Iminov rahmatlikni Bajaxo turmusdan elib kelib, avtonom rayonlik 2 doktorxonada davolash banisi elib kirib, rahmatlikka eng oxirgi qatam qon qatirish yoki zaharlash vokoli urib, 2 doktorxonada o'ldirdi. Bu butun jamiyatda umumiy xabar sifatida Uyg'urlar orasida tarqalib ketdi. Şu vaqtda men ayolim bilan bir ko'rishay eng oxirgi qatim deb nido qildi. Rahmatlik Mamtimin Iminov ko'rishdi. Bir qacha suqash, bir piyola ichdi, ichibla kayniga yetibla jon uzdi. Şu vaqtdagi doktorxonadagi tasviriy holatlar mana shunday. Bu okulni kim urdi vatandosh? Xitoy emas. Bu okulni rahmatlik Mamtimin Iminovga urgan kishi Xitoy emas, Uyg'ur tilida so'zlaydigan odam. Hozir bu odamning bolasi qurultoychilarning bayonotchisi bo'lib ishlayapti. Men bu shunchalik aytib qo'yay, vatandosh. Biz bu ishlarni boshdan kechirdik. Beshimizdan kechirgan ishni bugun Qirg'izistonda istiqomat qilayotgan Shamsiddin Hojim Abdurim, kechiringlar, Hojim emas, Abdurim yezib chiqibdi. Men sizlarga yetkazdim. Hozir mening buni to'liq xotirdash, to'liq yezib chiqishga vaqtim yo'q. Shundaqdan men o'zimning tarjimalimda qisqacha yozdim. Ko'rishni xohlagan vatandoshlar ko'rgan bo'lishi mumkin. O kitob bo'lib chiqdi, millatchilik va davlatchilikda degan mavzuliq kitob bo'lib chiqdi. Qisqacha shuni vatandoshlarni ko'rib beqishini umid qilaman. Bu to'g'ri yana so'zlashimiz mumkin. Chunki vaziyat yetib keldi. Men boshda aytdim, balki biz Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasi asli keltirimiz yoki biz Uyg'ur millati bugun yangidan shu vaqtga rahbarlarimizning qasimi va shu vaqtga rahbarlarimizning siyosiy harakat iznolariga varislik qilib Uyg'uriston 51 partiyasini qurib chiqamiz vatandoshlar. Vaziyat keldi. Uyg'ur uchun cho'ng harakat ketmaydi. Bir de chaqiriq ketdi vatandosh. Lekin Uyg'ur
Tazı eçilanmayıvatı, akli cihetini eçilanmayıvatıdı. Akıllık millet. Bunun işen her kandak adam Uygur'dan akıllık millet ekenligi kişi.